Assalomu alaykum amma. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Nimaga xafasiz? Nima bo'ldi Malikaxon? Bo'lmayapti. Ajrasha olmayapmiz ham. A? Alohida yashab ko'raylikchi dedik. Uzoqroq vaqt ko'rishmasak, balki ko'ngillar sovib, ajrashib ketarmiz. Balki ular boshqasiga uylanib, farzandli bo'larlar. Bittamizni bo'lsa ham ko'zimiz kulsin. Malikaxon, balki hozir mavrid emasdir, lekin kelib qolganingizni akangiz bilmasin. Choy iching. Bo'lmasa kayfiyatiga ta'sir qiladi. Kayfiyatini buzilishi biznesiga ta'sir qiladi. Yana bir gap. Keyin Mohlaroyim ham katta qiz bo'lyapti. Erta-indin sovchilar kelishi bor. Shunga o'zingizga bir kichikroq ijaraga bo'lsa ham uy topsangiz.